Barchaga assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, ko'rishinglar mumkin. Barashkani 380 ming so'm qilib skidkaga qo'yib yubordik. Ko'rishinglar mumkin. 2 kishilik edi bu. Xuddi shuni barashkani 1 kishiliklardan olib kelib qo'yganmiz. Juda ham chiroyli rasvetkalari, qaranglar do'stlar, qadrdonlar. Nabor bo'ladi. Naborda bitta nalchka, bitta prostinasi, bitta pakrivalasi bo'ladi. Ichi barashkalik. Do'stlar, ochib obzorni qilib ko'rsatamiz bittasini naborda. Xo'p, chiroyli upakovkada bo'ladi. Sovg'a-salomga juda ham zo'r. Narxlarini atiga 300 ming so'm qilib qo'ydik do'stlar. Sizlar kelib bemalol tanlab rasvetkalarni olishinglar mumkin. Mana rasmni ko'rasizlar. Qaranglar. Rasmda qanday bo'lsa 100 o'zi ham bir xil chiqadi. Nalchkasi 50-70 to'liq chiqadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham zo'r. Prostinasi ham xuddi shunaqa chiroyli. O'sha rasmda ko'rsatilgandek bo'ladi. Materiallari super satin bo'ladi do'stlar, qadrdonlar. Barashkamiz o'zini ichlari barashka bo'ladi. Oppoqqina mana do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. 1 kishilik, biri 60 ga 210 bo'ladi razmerlari. Juda ham chiroyli, oppoq qordek bo'ladi mana. Mana ko'rishinglar mumkin. Vivi brendi ostida chiqqan bo'ladi. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Rasvetkalar bir-biridan chiroyli rasvetkalar bor. Kletkali desanglar, kletkali, mayda gul desanglar, mayda gul. Mana chiroyli gulliklari xohlasanglar, undan ham bor. Do'stlar, murojaat qilinglar, biz sizlarni yaproq va yaproq fillarida kutib qolamiz.